Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Equinox'ni yaxshisidan arzonidan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana Equinox'ni zo'ri 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza. Mana balonlar yangi qo'yib qo'yilgan, parogi bor. Mashinamizni kraskalari toza. Yurgan probegi 107 ming. Premier tablolar qo'yilgan mashinaga, evakor polilari bor. Mana sideniyalari ham matoviy tiniq turibdi. Panorama bu eng fullidan 472 millionligidan. O'rtada kolonkalari ham bor. 472 millionlik mashina, yurish turishi hamma yo'g'i zo'r mashinani. Bu o'zimizni O'zbekiston jaydari mashinalaridan. Malibu Equinox'larni bozori chaqqon bilasizlar. Bu mashinani hamma suyib haydaydi. Mana qirilgan, chizilgan rektovka joylari yo'q. Mashina вообще tiniq. Yurish turishi hamma yo'g'i zo'r. Benzinda yurgan, 107 ming benzinda yurgan. Bu mashinamizning narxi sizlar uchun 23.500 dollar.